Rahmat. Biz üçün çıxarğan güldəstərinlərə və yanıtqan alqışlarınlarga. Endi ikinci qılıb mən məşə ilim Ablat Abdukim icadı bilan şairimiz Muhammed Ali Zunun Efendi'nin tekstlik işlengen bir naqshini dehqonlarga sovg'a etmoqchiman. Bu naqshning ismi Ras. Albatta bu mening iqrorim. Marhamat. Ko'z ichib olamni ko'rganligim rost. Yudaklik fayzini sürganligim rost. Olamning sirni karomatini oppoq bulut izidin bilganligim yol elib hayotning navbahorida g'oyibi bir o'tda kuyganligim rost. Umrlik safarning tog' dovonida birsini mangulik suyganligim rost. Taqdirim baxtimning inasi küçük. Bel bağlab yeniyemni turganligim rost. O'ynatib og'rima yong'ritib muqam sig'ingan manzilga yurganligim rost. Ölümdün başqasi yolg'on deganlar holidan kulganligim rost. Bu gaplar til tumori jillang'ulaning ma'naviy dunyosi qarong'ulaning deganligim rost. Hayotlik ishqida kuyganligim